Xo'p, assalomu alaykum. Bugun biz texnik ijodkorlik va konstruksiyalash fani yuzasidan o'g'il bolalar kombinezonini asos chizmasini loyihalashni o'rganish mavzusidagi video darsimizni sizga taqdim qilamiz. Xo'p, demak, ushbu slaydda ko'rib turibmizki, biz amaliy mashg'ulotning texnologik modeli ko'rsatilgan. Ushbu modelda, demak, amaliy mashg'ulot turi, rejasi, dars maqsadlari, pedagogik vazifalar, o'qitish metodlari, o'quv faoliyatini tashkil etish shakllari, o'qitish vositalari hamda o'qitish sharoitlari berib o'tilgan va asosiysi biz bugungi mavzumizda qanday metodlardan foydalanamiz, shuni ko'rib o'tamiz. Demak, bizda bu savol-javob, test, brainstorming va tabaqalashtirilgan yondashuv asosida kiyimni turli xilda loyihalash usullari hamda talabalarni gomogen guruhlarga ishlashni, individual, ommaviy guruhlarda ishlashni demak ko'rib o'tamiz. Ushbu slaydimizda amaliy mashg'ulotning texnologik xaritasi ko'rsatib o'tilgan bo'lib, texnologik xarita asosiy faoliyat bosqichlari 3 ga bo'linadi. Demak, tashkiliy bosqich, asosiy bosqich va yakuniy bosqichdan iborat. Tashkiliy bosqichda biz bilamizki, bugungi mavzu borasidagi nazariy ma'lumotlar berib o'tiladi. Asosiy bosqichda berilgan nazariy ma'lumotlar yuzasidan demak, savol-javoblar, ularning qiziqish, bilish turlariga, imkoniyatlari, qobiliyatlariga qarab tabaqalashtirilgan yondashuv asosida ularni guruhlarga ajratish, ya'ni gomogen, heterogen, yarim gomogen guruhlarga ajratish va yangi mavzuni mustahkamlash borasidagi testlar, ushbu ketma-ketliklar hammasi ilova orqali berib o'tiladi va oxirida yakuniy bosqichimizda biz talabalarni bergan javoblari va qobiliyatlari yuzasidan ularni demak baholash mezoni orqali baholab chiqamiz. Xo'p, endi tabaqalashgan yondashuv nima degani o'zi? Tabaqalashtirilgan yondashuv bu o'qituvchining ta'lim oluvchilarni turli guruhlarga bo'lgan maxsus munosabati bo'lib hisoblanadi. Ularning ishini tashkil etish, ta'lim muassasasining tipologik xususiyatlariga moslashganligi, murakkabligi, o'qitish usullari hamda uslublari bilan ajralib turadi. Xo'p, tabaqalashtirilgan yondashuv har bir talabaga tanlash imkoniyatining berilishi natijasida mustaqil faoliyat yuritishi uchun asos bo'lib, o'z kasbiy sifatlarini shakllantirishni, o'zi boshqara olishiga imkon beradi. Tabaqalashtirishda talabalarning qiziqishlari, xohish-istaklari, psixofiziologik xususiyatlari, o'zlashtirish imkoniyatlari, qobiliyatlari va shaxsiy imkoniyatlarni inobatga olish zarur bo'lib sanaladi. Xo'p, ushbu imkoniyatlarni, qobiliyatlarni hisobga olgan holda biz talabalarni tabaqalashtirib, ularning imkoniyatidan kelib chiqqan holda vazifalarni guruhlarga bo'lib taqdim qilamiz va natijasini olamiz. Xo'p, endi ushbu slaydda ko'rib turibmizki, biz bugungi demak o'g'il bolalar kombinezoni to'g'risidagi nazariy ma'lumotlarni ko'rib chiqyapmiz. Bu yerda nafaqat o'g'il bolalar kombinezoni, balki qiz bolalar kombinezoni turlari ham ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda umumiy kombinezon turlari ko'rsatib o'tilgan, nafaqat o'g'il bolalar. Ya'ni bu yerda sport kombinezonlari, raqs kombinezonlari, ishga yoki maktabga mo'ljallangan kombinezonlar, ko'ngilochar kombinezonlar hamda qishki kombinezonlar tashkil etadi. Ularning farqi esa ularning tuzilishi, dizayni, rangi, naqshlari, matosi va demak qalinligi va kiyiladigan joylariga qarab belgilanadi. Xo'p, birinchi ilovamizga muvofiq biz bu yerda o'g'il bolalar kombinezonining demak konstruksiyasini ko'rib turibmiz, konstruksiya chizmasini ko'rib turibmiz. Bu yerda esa demak bu ushbu jadvalda jussa o'lchovlari berilgan. Demak, o'lchov belgilari va bu yerda esa yosh guruhiga moslab, demak, o'lchov demak hisoblari berib chiqilgan. Endi ushbu ikkinchi ilovamizda o'g'il bolalar kombinezonini konstruksiyalashning texnologik xaritasi berilgan. Ushbu xarita asosida bu yerda biz bittagina kombinezonni loyihalashni ko'rsatib o'tganmiz, konstruksiyalashni va uning hisoblash ketma-ketliklari berib o'tilgan.
Xuddi shu texnologik xaritaga asoslangan holda talabalar gomogen guruhlarga ajratilib yoki heterogen guruhlarga ajratilib, o'zlarining vazifasiga muvofiq texnologik xarita yordamida demak o'z kombinezonlarini konstruksiya boshlashadi. Bundan oldin biz talabalarimizni amaliy mashg'ulotni boshlashdan oldin brainstorming metodi orqali ularni darsga faolligini demak kuchaytiramiz. Yana ushbu metod bizga qanday afzalliklarga ega bo'lib keladi? Metodning asosiy qoidasi bu eng ko'p sonda takliflarni olish, yangicha fikrlarni, ya'ni noodatiy bo'lgan fikrlarni demak olib ularni rag'batlantirish, g'oyalarni shakllantirishga xalaqit beradigan tanqidiy fikrlarni umuman bildirmaslik, asosiy maqsad sifat emas, balki miqdor ekanligini yodda tutish va g'oyalarni kombinatsiyalash va rivojlantirish. Xo'p, endi ushbu brainstorming metodi orqali biz talabalarimizni ikkita guruhga ajratib olamiz. Ya'ni gomogen guruhlarni o'zi bu degani qiziqishi, bilim darajasi bir xil bo'lgan talabalar bu gomogen guruh talabalariga kiradi. Bularga biz ko'rib turganimizdek bir xil savolni beramiz. Farqi birinchi gomogen guruhimiz ushbu savolning afzalliklarini va ikkinchi gomogen guruhlarimiz ushbu savolning kamchiliklarini topib berishadi. Va buning yakunida ikki guruh talabalari ham afzalliklar, ham kamchiliklar to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'lishadi. Endi bizning asosiy amaliy mashg'ulotimizning tarkibiga ega bo'lgan bu tabaqalashtirilgan yondashuv asosida talabalarni heterogen guruhlarga bo'lib, yosh guruhga qarab 3 xil o'lchamdagi kombinezonni 3 xil usulda, ya'ni MK, AKK Müllerlar, angliy usullarda loyihalash vazifa qilib topshiriladi. Demak, heterogen guruh o'zi qanaqa guruh hisoblanadi? Bu talabalarning har qanday umumiy xususiyatlaridan qat'iy nazar deyapti. Umumiy xususiyatlardan qat'iy nazar degani bu bizda guruhlar ichida shu konstruksiyalash qobiliyatiga ega bo'lgan talaba bor, ega bo'lmagan talaba bor, umuman konstruksiyalashga qiziqishi bo'lmagan talabalarimiz bor va konstruksiyalashdan juda ham yuqori mukammal darajaga bilimga ega bo'lgan talabalarimiz bor. Bularning aralashuvi bu bizda heterogen guruh hisoblanadi. Xo'p, vazifamiz murakkab bo'lgan paytda biz talabalarni heterogen guruhga ajratsak, bu bizda juda yaxshi afzalliklarga ega bo'ladi. Xo'p, ushbu yondashuvning afzalligi hamkorlik va hamkorlikni rivojlantirish mumkin. Chunki talabalar guruh maqsadlariga erishish uchun birgalikda harakat qilishadi. Hamkorlikda o'zi bilmagan narsalarni bilib oladi, o'zi bilmagan bilimga ega bo'ladi, ko'nikma va malikalarga ega bo'lib oladi. Xo'p, shunday qilib birinchi heterogen guruhimiz demak MK usulida loyihalaydi, ikkinchisi AKK Müllerlar usulida va uchinchisi angliy loyihalash usulida, demak, o'spirin yoshda, katta yoshda va kichik yoshda, mana kichik maktab yoshida va yasli yoshdagi demak o'g'il bolalar kombinezonini loyihalab bizga topshiradi. Va darsning mustahkamlash qismiga keladigan bo'lsak, bunda biz har bir talabaga test savollarini beramiz va ular individual tarzda ushbu test javoblarini topib bizga varaqalarni qaytarib berishadi va buning natijasida biz talabalarning bugungi mavzu borasida qanday bilim darajaga erishganliklarini bilib olishimiz mumkin bo'ladi va bizga bu tabaqalashtirilgan yondashuv va bu gomogen guruhlash qanday natijani berganini bilib olishimiz oson bo'ladi. Bilamizki, darsning oxirida biz talabalarni o'zlashtirish baholash mezonlari asosida baholaymiz. Har bir talabalarni ismlarini yozgan holda individual baholab chiqamiz. Ularni ish o'rnini tashkil qilish borasidagi, amaliy ko'nikmalarga ega bo'lganlik borasidagi va test natijalari, brainstorming savollariga qanday javob berganliklari borasidagi baholarni qo'yib chiqamiz va oxirida test natijasidan qanday bahoga erishganliklarini, demak, natijalarni qo'yib chiqamiz va yakunida har bir talabamizni dars davomida, dars yakunida demak, baholab chiqib, ularni o'z baholari bilan tanishtirishga ega bo'lamiz. Va o'ylaymanki, tabaqalashtirilgan yondashuv asosida har bir talabaning imkoniyatidan, iqtidoridan, qiziqishidan kelib chiqqan holda, demak, darsni olib borsak, bu bizga ularga ko'proq bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarga ega qilishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.